Okalar, aksiya dediğini biz bilasizlar, aksiya qilmaymiz. Chunki mana Hayit arafasi kirib kelyapti. Hammani Hayit ayyomi bilan tabriklaymiz okalar, kirib kelgan. Xo'p, bizda Hayitli okalar 1-apreldan 5-aprelgacha shu video amal qiladi. Undan uyog'iga unaqa narx qilib bera olmaymiz. Yaxshilab videoni oxirigacha ko'rib tushunib oling okalar. Chunki ertaga 5-aprellarga telefon qilib mana shunaqa narx bormi deb so'ramani, iltimos, unaqa narx bo'lmaydi. Chunki narxlarimiz o'zi ko'tarilgan bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa videoni oxirigacha ko'ringlar. Men sizlarga 1-apreldan 5-aprelgacha Hayitli qilib bermoqchiman okalar. Qanaqa bo'ladi? Narxlarni prosta sindirib qo'yganman okalar. Kiringlar, bizga misol bularni endi bilmaymiz. O'sha chiqayotgan narxlarim diyon narxi bo'ladi. Yozmoz foyda qiladi, bilmayman nima bo'ladi. Lekin men hisob kitoblarimizni qildi, hammasini chiqazdi, kechasi bilan to'g'risi gap. Maza qilinglar, yangi yuklarimiz kirib keldi. Yangi narxda tanishasizlar keyin, ina bilasizlar. Bu yog'ochlar bilan u yog'ochlarni nimaga shu yog'ochni olmadimikin deb turib, o'zingni ham aytasizlar. O'shaning uchun afsus qilmasliginglar uchun maza qilib olib foydalanib olinglar. Videoni cho'zib o'tirmayman. Videoni boshladi okalar. Like, podpiska bosishni unutmaymiz okalar. Biz boshladik. Xo'p, okalar, mana ko'rishingiz mumkin 18 ga 5 toza razmerda, toza lestva, uzunligi 4 metrlik holatlarni ko'rib turibsizlar. Bitta narsani eslatib o'tamiz. Bu hayitligimiz, aksiyamiz, bu hayitligimiz 1-apreldan, ya'ni 1-apreldan 5-aprelgacha amal qiladi. Ya'ni 5 kun. Bemalol telefon qilib, pastdagi raqamlarga zakaz qilishingiz mumkin. Shu 5-apreldan keyin o'sha bular narxi o'zgaradi okalar. Video chiqarsam ham, chiqarmasam ham farqi yo'q. 5-apreldan keyin unaqa narx umuman bera olmayman. Bu hayitli deganimiz uchun, o'shaning uchun o'sha 5 kun qilamiz. Xo'p, bo'lmasa narxlarni eshitdinglar. Oxirigacha videoni ko'ringlar. Foydalanib olinglar okalar. 18 ga 5 uzunligi 4 metrlik toza lestvagimiz 1.5 sort narxi okalar 140 ming so'm narxi beramiz. 145 ming so'm chiqazganmiz bilasizlar. 140 ming so'mdan maza qilib foydalanib olinglar okalar. Bo'lsa sizlarga bo'lsin. Xo'p, bu yerda 11.3 ga qalinligi toza 3.5, uzunligi 4 metrlik suxoy razmerimiz bo'ladi. Sifatlarni ko'rib turibsizlar. Mana buni ham ob'yom juda katta. Bu ham shunaqa 5-aprelgacha amal qiladi. Buni narxiga keladigan bo'lsa, buni narxini bilasizlar. 62 ming, 63 ming, 65 ming ham aytdi. Okalar, faqat 5 kun 59 ming so'mdan sizlar uchun qilib beramiz. 59 mingdan nechta kerak bo'lsa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsani bo'ladi. Buni ham ob'yomini ko'rsizlar. Bu yerda mana 15 ga 5imiz, uzunligi 4 metrlik, holatlari zo'r, toza lestva. Buni ham bilasizlar, 125 ming so'm chiqazganmiz. 120 ming so'mdan qilib qo'ydik. 120 ming so'mdan 15 ga 5, 1.5 sort, uzunligi 4 metrlik toza lestva bo'ladi. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib, pastdagi raqamlarda Telegram bor, WhatsApp bor. Bo'lmasa telefon qilsani, xudo xolasa 1-apreldan aloqaga chiqaverasizlar. Chunki ertaga hayit, ertaga har xil holatda bo'lamiz. Olmasligimiz ham mumkin. Telegramdan yozib qo'ysangiz xursand bo'lgan bo'lardim, chunki Telegramdan bemalol aloqa qilib bo'ladi okalar. Xo'p, yana boshqalarni ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, okalar, shpunli polimiz 1.5 sort, sifatlari zo'r, 14 dan ochilgan, in 13, qalinligi 1.9, o'sha ikki atrofda qolgan. Taxti suxoy. Mana yo'lni ko'rsizlar, bugun kecha bizda ancha yomg'ir yog'di, shuning uchun oldilar ho'lib ketgan, atak hech qanaqa ziyon yo'q. Mana yo'llarni ko'rib turibsiz, yo'llari ham zo'r. Xo'p, bular narxi keladigan bo'lsa, bular narxini 49 ming so'mdan qilib beramiz. Bilasizlar, 52 ming yo 53 ming atrofida buni olib chiqqanman. Buni sizlar uchun o'sha 49 ming so'm qilib beramiz. Sifatlari zo'r, holatlari a'lo darajada, tushib qolgan butoq yo'q kirishiga hammasiga garantiya beraman. Xotirjam buni ham zakaz qilsani bo'ladi. Xo'p, bu yerda 5 ga 3.5 o'sha katta ekanmiz, juda ko'pchilik ancha foydalanib oldi. 6.5 ming so'm chiqazganmiz bilasizlar. Buni narxini okalar 6300 so'mdan qilib qo'ydim. Toza 5 ga qalinligi 3.5, uzunligi 4 metrlik suxoy reka okalar 6300 so'mdan menimcha o'ta narxi stoshi, menimcha narxi zo'r. Xo'p, bu yerda mana 4.5 3.5, uzunligi 4 metrlik, toza 4.5 3.5imiz. Buni sifatlarini ko'rsizlar, sifatlari ham xudo xolisa vobshe zo'r. Mana ko'rishingiz mumkin. Okalar, buni narxini xo'p 6200, 6100 chiqazganini okalar 6000 so'mdan qilib qo'yamiz. Mayli, bularni ham 6000 so'mdan bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilib turib zakaz qilsani bo'ladi.
O'sha gap o'sha 1-apreldan 5-aprelgacha narxlarni xuddi shunaqa qilib qo'yamiz. 6 ming so'mdan foydalanib oling akalar. Xo'p, bu yerda 4 metrli strapiylamiz shu qolgan. Buni narxi 58 ming sotganmiz, 57 ming so'mdan qilib bera olamiz. Endi buni oxiri u 1.5 sort bu ham. Sifatlari вообще zo'r, holatlariga вообще. Xo'p, bu yerda 6 metrli strapiylamiz. Bu pachka 95 ming, 92 ming, oxirgi mahal 92 ming chiqazdim ha. Okalar 6 metrli 11.5,5 uzunligi 6 metrli strapiylamiz sizlar uchun 89 ming so'mdan qilib qo'ydim. Bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib buni ham zakaz qilishingiz mumkin. 89 ming so'mdan 6 metrli strapil okalar. Menimcha bunaqa narx yo'q bozorda. Sizlarni o'ylagan holda biz anchalik o'ylab hisob-kitoblarimizni qilib ko'rdik. Shunaqa narxga oxiri to'xtadi. Narxga to'g'ri bizga to'g'ri kelmas ekan. 89 mingdan maza qilib olib foydalanib oling okalar. Xo'p, bu yerda bizni qalinroq strapillar so'radi. Juda ko'pchilik so'raydi omma. 11 ga 4 toza strapilamiz. 11 ga 4 uzunligi 4 metrli toza strapillar. Mana ko'rishingiz mumkin sifatini. Narxi bilasizlar 65 ming so'm chiqazganman. Buni okalar sizlar uchun 62 ming so'mdan qilib qo'ydim. Bemalol buni ham zakaz qilishingiz mumkin. 62 ming so'mdan 11 ga to'liq 4 razmer, uzunligi 4 metrli strapilamiz bo'ladi. Bu yerda 11 ga 14 ga 4 razmerimiz. Buni ham hozir arzon variantini ko'rsataman. Bu to'liq 4 lik razmeri, 3,5 lik razmerini ham ko'rsataman sizlarga okalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Juda ancha aksiyali yog'ochlarim bor, orqada hozir ko'rsataman. Ulgurib olinglar. Xo'p, buni okalar 14 ga 4 uzunligi 4 metrli strapilamiz bo'ladi. Buni narxi bilasizlar 85 ming so'm, 83 ming chiqazganmiz. 81 ming so'mdan qilib beraman. 81 mingdan bemalol zakaz qilishingiz mumkin buni ham. Xo'p, 9 ga to'liq 4 lik razmerimiz. Buni ham okalar hozir orqada 3,5 lik varianti bor, arzonroq variant. Buni ham ko'rsataman. Bu o'sha 9 ga 4 uzunligi 4 metrli strapilamiz. 9 ga to'liq 4, uzunligi 4.20 ga chiqadi. Buni narxi okalar bilasizlar 55 ming so'm aytganman, 52 ming so'mdan qilib qo'ydim. Mana 51.500 so'mdan oling okalar. 51.500 so'mdan sizlar foydalanib oling. 51.500 so'm okalar. Xo'p, bu yerda unga qalinlik 1 litli lapshamiz, uzunligi 6 metrli. Narxi okalar 40 ming so'm qilib qo'ydim. 45 ming so'm bilasizlar aytganmiz. 45 ming so'mdan shu yerda kassa qilib qo'yganman okalar. Sizlar 40 mingdan mendan sotib olishingiz mumkin. Pastdagi raqamlarga telefon qilib tez zakaz qilasizlar okalar. Bular soni cheklangan, kuni ham cheklangan. Hozir sizlarga hozir orqadagi variantdagi yog'ochlarim ko'rsataman. Endi barcha aksiyali zo'r yog'ochlarimiz keldi mana. 85 ga 35 270 li holatlari zo'r ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rishingiz mumkin. Yo'llarni narxga yarasha buni narxini okalar sizlar uchun 20 ming so'mdan qilib qo'ydim. Bemalol murojaat qilsam bo'ladi. Faqat hammasini olganga 20 ming so'mdan qilib beraman. Hammasini olganga. Bu yerda nechta bor bilmayman. Shu tugun sanab ber desani sanab beramiz. 20 ming so'mdan hammasini olinglar okalar, foydalanib olinglar. Hop, bu yerda 9 ga qalinligi 9 qolgan iğni qalinligi 1.7 lik. Uzunligi esa 3 metrli. Polni orasi yaqin bo'lsa 40-45 bo'ladigan bo'lsa 3 metrli bemalol aytaveradi sizlarga. Buni narxini okalar 21 ming so'm qilib qo'ydim okalar. 21 ming so'mdan shu puntli. Buni o'zi rasxoti ham qoplamadi asli olganda. Hayitga okalar 5 kun maza qilib foydalanib olinglar. Musofirdagi okalarimiz bor. Juda ko'pchilik meni kuzatadi. O'zi yaqin 10 ming ta obunachi yig'amiz. Ya'ni 9200 qancha ham. Xudo xolos 10 ming ta bo'lsa, bundan ham zo'r chegirmalar qilaman inshaalloh. Okalar, bosina gazini foydalanib olinglar. Hop, bu yerda mana lapshalarimiz. Shu lapshalarimiz hammasi ko'rib turishingiz mumkin. Bu okalar 7 ga 2 uzunligi 4 ming, 75 ga 2 uzunligi 4 metrli. Narxini 20 ming so'mdan qilib beraman okalar. 20 ming so'mdan 23 ming so'm chiqazganman bilasizlar. 20 ming so'mdan mana shu hayit kunlari, arafa kunlari, yaxshi kunlarda foydalanib oling okalar. Bundan bu yo'g'a men shunaqa narx umuman bo'lmaydi, chunki yangi narxlar kirib keldi. Yangi narxlar umuman boshqa narx. O'zingiz ham bilasizlar, keyinchalik. Mana okalar, sifati misol 20 ming so'mdan olinglar. Bu 20 ming so'm okalar. Sizlar uchun Lestowa 8 ga 2 uzunligi 4 metrli 20 ming so'mdan. Bu ham 6 dan oshiq qalinligi 22 lik 20 mingdan olinglar okalar. Maza qilib foydalanib olinglar.
19 mingdan, 20 ming emas, 19 mingdan qilib beraman. Ming bor uzr. Maza qilib foydalanib olaylar. Xo'p, bu yerda Lestwagen bor. Mana qarani, hammasini olganga bitta narx aytaman. Mana shu yerda. Xo'p, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 bo'lsa, hop 28 29 dona shu yerda yo'qochi bor. 17li, 14li, misol hammasi aralashiga okalar. Hammasini olsani 100 ming so'mdan qilib beraman. Men oka o'zini 105 ming sotganman, men uyimni 115 ming so'm sotganman. Kurina holatini toza Lestva 100 ming so'mdan aralash hammasini oling okalar. Foydalanib oling. Bu bunaqa narx haqiqatan bo'lmaydi okalar. Xo'p. Endi 9 ga 3,5 uzunligi 4 metrli strap ilamiz. Strap ile ishlatsani bo'ladi. Tunka tomgala ishlatsani bo'ladi. Buni narxini okalar taxmin qilib turinglar. Sizlar taxminingda ham o'zim aytaman. Okalar 9 ga 3,5 uzunligi 4,20 45 ming so'mdan okalar. 47 ming so'm aytganman. 45 ming so'mdan strap ile nima deyapti okalar? Bemalol pastdagi raqamlarga telefon olib zakaz qilib tasillab olishingiz mumkin. 14 ga 3,5 bu yerda uzunligi 4 metrli. Sifatlari zo'r, holatlari a'lo darajada. Buni narxiga keladigan bo'lsa, okalar, buni narxini sizlar foydalanib maza qilishingiz uchun 71 ming so'mdan qilib qo'ydim okalar. Nima deydi? 73 ming so'm sotganman. 71 ming so'mdan mazza qilib oling okalar. Mana xalq foydalansin. Okalar, ishonsani pastda bularning narxi bo'shadi hozir, chunki yangi tovarlarimiz kiribdi. Yangi tovarlarimiz okalar bulardan 100% qimmat bo'ladi. Xotirjam bo'ling, bulardan hech qanaqa arzon bo'lmaydi. Bulardan ancha qimmat kelibdi. O'zingni ham meni kuzatib tursangiz bilasizlar. O'g'al haqiqatan omonman deydi. Endi buni 15 ga 5 razmerimiz, uzunligi 4 metrli 110 ming so'mdan okalar. 110 ming so'mdan 15 ga 5 uzunligi 4 metrli 1.4 sort okalar. Menimcha bunaqa narx 110 ming so'mdan hech kimda 15 ga 5 to'sin yo'q. 100% garantiya beraman. Bu yerda rekamiz 4,5 ming so'm, okalar 5700 so'm, 4,5 ga 3,5 uzunligi 4 metrli. Voy, okalar, maza qilib foydalanib olsangchi. Xo'p, bu yerda ancha razmerlarim bor. Buni ham o'tkazib beraman aytganman. Buni narxi o'sha 26-35 razmerlarimiz. Buni telefon qilsangiz keyin narxini aytamiz. Chunki buni hammasining narxi har xil chiqadi okalar. Xo'p, bu yerda 9 ga mana. Bular okalar, mana zavod yog'ochlari. Buning moki 73 ming so'm, 14 ga 3,5 uzunligi 4 metrli. Menga zo'rini ber uka. Aparka qilaman yoki tekis bo'lish kerak. Men yuragim torroq deydigan okalarimizga bu okalar. 73 ming so'mdan 1.5 sort. Sifatlari zo'r, holatlari a'lo darajada. 100% garantiya beramiz. Narxi okalar 73 ming so'm. 9 ga 3,5 uzunligi 4 metrli. Bu ham shunaqa. Bu shu qoldi xolos okalar. 47 ming so'mdan shu qoldi. Maza qilib olib, buni ham foydalanib olinglar. Okalar, video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa, bundan buyog'iga yana zo'r yangiliklar chiqadi, chunki biz orada ancha video qo'ymadik. 10-15 kundan oshiq video qo'ymadim. Ba'zi bir sabablarga ko'ra, chunki bu ro'za Ramazon kunlarida ham biz qanaqadir nima desa bo'ladi, irindi to'g'risini aytaman. Endi bu yog'iga bosamiz, like'larni bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying okalar. Xudo xolasa bundan ham zo'r yangiliklar qilishga harakat qilaman. Telegram, Instagram hamma kanallarimizda yurg'izishni boshlaganman. Yaqinda hammasini silkasini tashlab qo'yaman. Telegram kanal kirsani, yo manga yozsani, men hammasini silkasini tashlab beraman. Telegram kanalimni ham silkasini iloji boricha qilib qo'yaman. Uni ham yurg'izamiz okalar. Xo'p, okalar, video yoqqan bo'lsa, hammani hayitni zo'r o'tkazinglar. Hammani tabriklayman. Xudo xolasa, keyingi yil ham shunaqa obunachilarimiz bilan ko'payishib, shunaqa videolar olish hammamizga nasib qilsin. Xo'p, okalar, bo'lmasa biz videoni tugatamiz. Videoni manfaatli bo'lib, misol birorta yaqinlaringni, tanishlaringni bo'lsa jo'natib qo'ysani, ular ham xursand bo'lib ko'rishadi. Okalar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi yilda ko'rishguncha sog' bo'linglar.